Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana gaz 53 ga zil korobka. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Ichlari mana buni GPX bilan turgan ekan ukalar. GPXni to'pga olingan ekan. 31 dan yechib olingan. Holatlari ideal holat. Qizil moylari bilan turibdi. Yo'q, ko'jix moslab qo'ydik. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana orqasidan qo'yilgan noshkasi. Buni отдельно o'zi ko'jixga lisam qadab xizmat ko'rsataveramiz. $100 ga tayyor qilib beramiz. Shunday korobkaga tushadigan holatda qilib. Yo'q, menga korobka bilan deydigan bo'lsani, mana shu korobkani xudo xolisa olib kelib qo'yganmiz tayyor. Shuni zakaz bersani, mana shu uchini gaz 53 ga tushadigan qilib ishlatsak bo'ldi, tayyor. Zakaz tushishi bilan tayyorlab beramiz. Mana kirishga zo'rlanadi. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa gaz 53 ga aloqaga chiqaverasizlar. Ko'jixini o'zini ham отдельно beraveramiz, korobkasini ham beraveramiz, farqi yo'q. Kelishsak bo'ldi.